Küçük, bu yaxşı kalının toxtumay işləvatqanağa qaragana, qaltış tirişçallıqda bu. Sen oynağaç dur, mən berib ona mükafat beray. Yaxşı qıldın kala. Həqiqətən mi bək cəfa çəkdin? Sen azraq aram ağaç, obdaraq bir nəsiyə velişin gerek. Ondan çiraylıq tüklərinin paqırış üçün yoyunmusan bulmaydı. Mən kalılarının pakizliqi nə qədər amraq ikənligini biləmən. Biləmsən, senin rəngin bana Bəni İsrail'in kalısını əsli qoydu. Sana onun hikayesini etib verişimni xalamsan. Musa aleyhisselam Bəni İsrail bilən ezd qoçuludu turvatqan çağda, kişilər əsbahat dəb ataydığan bir qanç qəbilini bir-birə yığıllaşdırışqı tirişqan ekan. Lekin ulanın oturusunu bölüb etadigan intayin xatarlik bir cinayət yüz beribdi. Yerqi kala dəl muşu hikayenin baş personajdı. Paqırab turgan seyriq rəngingə qarasam, şuncha xoşallıq his qilaman Raziya. Rəhmət sana Hadiyə. Lekin sen meni sifətləşdə mübaliğ qılvatsın. Mənə işəngin. Mən mübaliğ qılmadım. Barlıq kalılar, mozaylar, dərəxtdəki quşlar, hətta insanlar mı həmmisi sana qaraşını yaxşı görüdü. Allah'a şükür. İnsanlar ahkam bolğaşqa meni çiraylıq deb oylaydigan oxşaydı. Mən bu şundaq güzel dünyada yaşaganlığım üçün nima degan taləylik ha? Sen ekinzarlıqlarda işlemigen, insanlar bilan mu aralashmagan, təcrübəsiz bolğanlığın üçün şundaq dəvatsan. Mən qandaqsiga insanlar bilan aralashmagan bo'ldim. Mening xo'jayinim bor. O to'y qilgan bir o'g'ilmi bor. Uchalasi oq ko'ngil kishilar. Shuning uchun kishilarni oq ko'ngil dedim. Xato hukm. Men ko'plagan etizlarda Bəni İsrailning ko'plagan qabilalarida ishlab baxdim. Kishilarni qandaq his qilding? Ularning ko'pinchisi bexil, oshko'z, faqat o'z manfaatini o'ylaydi. Men bu dunyoda yomonlik borligiga ishonmayman. Balkim yomonlik o'tmishda Piravin tirik insonlarni qul qilgan chaqda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo Piravin allburun halok bo'lgan. Uni dengiz to'lqini yutib o'tgan tursa, hozir nadagi yomonlik ekan u? Qorxma, mən senin qadinas dostun əsləməyəvatamsan. İsanda yoxma? Keçirgin, muşu günlərdə köp unutqaq bob qaldım. Nima o'ylayapsan dostum? Əlbəttə, g'am əndişələrimni də. Mən xərclikdək pul tapamayaptım. Nemişqa? Senin tağanmış qabilidəki ən çoğ bayğı, O mənə qızın nikahlab beriş uyaq tutursun, millidən azraq berişni murad qılıvatıdı. Nemişqa əmdi? İşləməyənligim üçünmüş. Bunca köp baylıqqa ega bo'lgan odamga ishlashning nima keragi bor deysan? Buni tağamğa et. Senin tağan gapga kirmaydigan, to'lim o tarsa odam. Baklimeyəcəlsə əski. To'g'ri deysan, sen əməliyyatda mening samimiy, yaxshi dostum. Mən hozir ketkaç turay, rəhmət sana. Yo'q, rahmat aytma. Do'stlarning orasida takalluf bo'lmaydi. Mən ancha boy emas o'g'lim. Mən o'lib ketgan chig'imda sen turmushing tayanğudek bir narsa topolmaysan. Allah ömrünüzü uzun qilsin dada. Menda bori faqat mushu chiroyli kala. Mening hatto uningdan foydalangudek bir etiz yerim yo'q. Bizning hal günimiz xali yaxshi dada. Bu kalaning suti bizga yetadi. Biz uningdan pishloq, moy va qaymoqlarni yasaymiz. Bu narsalarni setib non yoki xo'mlarni setib olaymiz. Bizga buningdan boshqa yana nima kerak? Sen nihoyat oq ko'ngil, yaxshi bola bo'lding o'g'lim. Bu kalığı obdan qarıq. Uni sen çoğun boğanığı kadar
hargiz satma. Bichar Hodiya. Bu dunyo yomonlik to'lgan deb qaraydi. U yomonlik qani? U hech qachon bo'lib baxmagan nurg'un narsalarni xiyol qiladi. Lekin men insonlarning o'zaro paranglashlardan faqat mehr, muhabbat va yaxshilikning hidlarini his qilaman. Men bugun yangi bir purchaq etizliqqa borgandim. Uningdan azroq yeb oldim. U etizlik burchaqlar sana yoqdimi? Ha, ishkinglar, yeyishdan to'xtanglar. Sen kim? Men sizlarning samimiy do'stinglar. İnsanlar sizlarning qon teringlardan foydalanib, sizlarning sutinglardan pishloq, qaymoq, moy va boshqa narsalarni yasab turib, ya'ni nemishqa sizlarni o'ltirib yeydi. Ha? Sizlar kalalarning bu holiga qarta isyon qilishinglar kerak. Tushundinglarmi? Ha? Kechirgin. Men deganlaringni faqat tushunmayapman. Kalalar isyon qiladiganlar bo'lsa, insonlar dunyosi butunlay o'ngtay to'ngtay bo'lib ketadi. U ezib qolib bizdan adres so'ratamdi nima? U mening xiyolimda yo'q bir nimalarni davatadi. Men sana purchaq to'g'riliq so'zlab berayotgandim. Sizlar kalalarga gap qilgandan zotli foydasi yo'q ekan. Bu maxluq o'zi uchun nimanda qilib ketadigandu? Onu qo'yibdi. U yerda purchaqlar bek ko'pgan. Men vaqtimni to'shqizish va hordiqimni chiqarib olish uchun, rostini aytsam, mumkin qadar jiqroq yeb olish uchun undan yerim chaynab yeb oldim. Yangi etizdagi purchaqning ta'mi burunqiga o'xshamdi ekan. Yo'q. Tam bir qarindishim. Bumi purchaq, umi purchaq. Shayton ismlikning ishi kallamga kirib oldi. Qaraganda u qilg'udek ish topolmay, kallalarning qishig'i kelgan o'xshaydi. Men sana bu hayotda yomonlik tugidi demedimmi? Balkim. Lekin heliq purchaq helimi bor. Shundaq. Mening ajlim yiqilib qolganda qiladi o'g'lim. Sana onamga yaxshi qarashni vasiyat qilaman. Kalini toki cho'ng bo'g'ninga qadar hargiz sotmagin. Ey Alloh, men bu kalini o'g'limga topshirdim. Uni o'g'lim uchun saqlab bergin. Koshki men bu insonlarning tilida so'zlaydigan bo'lsam, ayrilishning qanchalik azob ekanligini bilgan bo'lardim. Lekin o'lim to'limi go'zal narsa. Biz bo'g'izlangan cheg'imizda ma'lum mamnuniyat his qilamiz. Bu bizning o'zimizni tuniganligimizdir. Boshqalar uchun o'zini beg'ishlash har qanday maxluqning nishon hamda birdan bir xarakteri bo'lsa, nim degan go'zal ish. Siz qaymoq qalamsiz yoki sutmi? Men bu kalini olmoqchi. Kechiring, uni sotmayman. Aldırma bala, men sana bunun üçün 100 oltun tenge bermen. Men sizga uni sotmayman dedim-ku. Men mushu bozordagi savdogar, navodi sotadigan bo'lib qolsang, men uning tunji xaridori bo'lay. Ma'qulmi? Bizni avvar qilmay, yo'lingizmi? Sendan o'tinib qilay kuyimjon do'stim. Men ozroq molga muhtoj. Uni qanday qaytarmoqchisan, ha? Tag'am o'lsa, uning milining ma'lum qismiga men varislik qilaman. Sana shu chaqda qaytaraman. Tag'ang intayin sog'lom odam. Balkim sen uningdan burun o'lib ketishing mumkin. To'g'ri deysan, amsi qanday qilay? Tag'angni o'ltirib et. Tag'amni o'ltiraman? Yo'q. Kishilar mening qotilligimni bilib qolsa, mendan intiqom oladi. Qotilga o'lim jazosi berildi. Bu Musa alayhissalomning sharti. Bu meningmi o'zini qilmay o'lib, hamidan quruq qilishim demakdir. Yo'q. Balki sen yashaysan. Tag'angning mirosiga ega bo'lib, qizinimi olasan. Buningdan boshqa yana to'lam olasan. Tushundingmi, kalva?
Ha? Tushundingmi deyapman. Gap qila. Bu ish mumkin bo'ladimi? Albatta, mumkin bo'ladi. Nima degan tatlı süt bu? Bu mehmonning hurmati tog'a. Ha? Sen moşundaq peqir tursan, yani mehmonga sexilik qilamsan. Bu odam bu yerga nima deb kelgandi? Men bu kalını setib olay deb keldim. Uning qimmatiga 200 oltin tanga beray. 1000 tangagam sotmayman. Oğlum, bu dunyoda har narsaning bahosi bor. Uningga muvofiqroq baho qo'ygan. Bu kala mening nazarimda intayin qimmatlik. Chunki men uni dadamdan miros olgan. Men uni o'zining eg'irliqchilik oltin bo'lmasa hargiz sotmayman. Nima degan kulkilik? Mushkalining eg'irchiligilik oltin nemishqa? Nemishqa? Undaqda men bu balning oltinni texmi ko'paytirish uchun obdan yeyishim kerak. Do'stim, menga gapini qilgan elq purchaq aytiz nadidu? Nadidu? Bana işinin tağı. Ben eski dostlarımı taşlap başqacha odam bo'ldim. Sizga qasam qilib beray. Rostda aytaman. Bu rostali yaxshi gapkan. Men bir ish qilishim kerakligini tushunib yetdim. Qaltis. Men tijorat qilaymikin deyman, lekin boshqa qabilda. Nemishqa Bani Isroildan boshqa qabilaga borsan, ha? Mening bu yerda toza yaxshi nomim yo'q. Tijorat degan nom bilan bo'ludi tağı. Shundaq emasmi? Deganlaring o'rinliq. Mendan istikang nima emasa? Siz men bilan billa boshqa qabilaga berib, u yerdagilar menga ishonch qilib, ularning orasida qilgan tijoratimning eqishi uchun ularga o'zingizning mening tog'am ishkanligingizni, mening axloqimga kepil bo'la oladiganligingizni deb bersangiz, qanday deysiz? Najar, navoda rostila tavba qilib, durust odam bo'lishni niyat qilgan bo'lsang, deganingdek bo'lsin. Yana bir talabim bor edi tağı. Nima talab? O'zingizning men bilan billa chiqdiganligingizni qizingizga demagan bo'lsangiz. Nemishqa amdi? Siz xayrlik ish uchun ketyapsiz tağı. Xayrlik ish maxfiy bo'lgani yaxshi. Shunday emasmi? Bo'pti, deganingdek bo'lsin. Raziya, mening atatigan ishim bor. Egam uchun etizlarning hammasini og'diraman. Men ruxsat qilsang, men uxlab olay. Berib uxlab olgin. Men o'zimning qiyinchiligimni o'zim hal qilay. Ha, unda qila olmayman. Qani gapingni degin. Mening egam kambag'al. Men uni kelgusidan xotirjam qilay deyman. Kashki men uning orzusidagidek eg'irliqimcha oltinga setilgan bo'lsa. Tush ko'ryapsan. Bu dunyoda o'zining eg'irliqcha oltinga setiladigan kala mavjud emas. Bilaman. Dal mushundaq bo'lgani uchun biyaram bo'lyapman. Mening uxlug'im kelib ketdi. Undaqda bag'an. Har holda sana rahmat. Men ozroq mengib havo yeb kelay. İxtiyoring. Lekin paxas bo'l. Bu dunyo yomonlik to'lgan. Yomonlik? Qani u yomonlik? Men sal ko'p mengib qo'yganda qilaman. Mush yerda azroq uxlab olay. Faqatla tushunmayapman jiyanim. Nemishqa kechida menga bundaq ching turib oladigansan? Aram xudo menga at saharda savdogarlar bilan uchrashish uchun. Men bakli yerib ketdim. Uxlog'im kelyapti. Cho'qim uxlaysiz tağı. Mangulik uxlaysiz. Hajar. Bu odamning ovozi.
Ben bu yerdə taşlarını görüyatdım. Onun deməkçi boğunu muş adam şumudu. Lekin o kimni öldürgendi? Nimişqa öldürgendi? Acaba bu dünya muşundaq rəhimsizləşib insanların qalbini yamanlıq egallaganmidi? Kaşki men insanların tilida so'zlaydigan bo'lsam-chi. Balkim sen bu hikoyada bu kalının odam o'ldirish jinoyati bilan nima aloqasi borligini tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Bu kalının mushi jinoyatni fosh qilishda muhim roli bor. Bu kalının barliq kishilarni hayron qoldirgudek mo'jizasi bor. Allah xohlasa men buning tafsilotini sana tushuntirib qo'yaman. Endi sizlarning uxlaydigan vaqtinglar bo'ldi, lekin menga nisbatan shom namozining vaqti bo'ldi. Allohning izni bilan sizlarni yaxshi oldi ko'rgayman. Yaxshi orom ilinglar jonivorlarim. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى، ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها، مضروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى، المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة، كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها